Xo'sh, darsimiz final va const atamalari. Bular nima edi? Bularga ozgina to'xtalamiz. Main tugma anaqasini atamasini yozdim yangi fayl ochgan holatda, tab tugmasini bosgandan keyin to'ldirib berdi menga. Bu yerda launch.json dan kelib, buni index5 deb ketaman, chunki menda index5 da ishlayapmiz hozir. Bu yerda o'zgaruvchi turini ko'ramiz, final va const o'zgaruvchi turlarini. Final atamasini shunchaki tushuntirib ketaman. Finalda agar sizlar o'zgaruvchi kiritsanglar, uni o'zgartirib bo'lmaydi qiymatini va ramda adres yozilmaydi. Qachonki uni chaqirsak biz ana o'shandagina ramda adres yoziladi. Final dedim. String deyishimiz mumkin. Ya'ni finalda faqat qiymati string bo'lsin. Undan keyin shahar deyishimiz mumkin va shu yerda Toshkent deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Toshkent yoki Toshkent deylik. Undan keyin buni nima qilishim kerak? Ekranga yozdirishim kerak. Print dedim. Shahar, to'g'rimi? Shahar deb ekranga bostirdim va buni ishlatib ko'ramiz. F5 tugmasini bosdim. Ko'rganingizdek Toshkent chiqarib berdi. Lekin men Toshkent qiymatini o'zgartira olamanmi shunaqa qilib? Shahar to'g'ri yozasiz albatta. Teng nimaga? Misol uchun Samarqandga. Buni o'zgartira olamanmi? Albatta o'zgartira olmayman, chunki shuni ustiga olib kelib tursanglar, the final variable shahar is only be set once deyapti. Bir martagina belgilanishi mumkin. Shaharda non final qilib ishlatib ko'rishing mumkin deyapti. Non final qilib shuni qarab ko'r deyapti shaharda. Ya'ni shuni stringini agar final qiymatini o'zgartirib tashlasak, albatta buni o'zgartirish mumkin. Qaranglar, ishlaydi. Hozir bosdim. Ko'rganingizdek Samarqandga o'zgartirib berdi. Lekin men bu yerda final atamasini qoldirsam, bu final qiymati shu degani, boshqa o'zgartirish kirita olmaysan degani. Tushundinglarmi? Bu yerda atamasi shunchaki oson narsa. Undan tashqari const ham bor, faqat bu yerda ikkalasining bitta farqi bor. Const pi deyishim mumkin. Pi bilasizlar, 3.14 qiymati bor, o'zgarmas bu. Misol tariqasida yozdim. Xohlagan narsa yozdirishinglar mumkin. Print ichida pi ni birinchi ekranga bostirib ko'raylik. Bostirdim. Pi 3.14 ligini ko'rsatib berdi bizga. Endi pi qiymatini 4.60 yoki 55 ga o'zgartirdim men. Albatta o'zgartirmaydi, shuni tagidan chizib turibdi. Constant qisqartmasi constant variables can't be assigned a value deyapti. Try removing assignment or remove the modifier const from as a variable deyapti. Assignmentni o'chirib tashla yoki bo'lmasa const modifierda constni o'rnini boshqa narsa bilan o'zgartir deb bizga tushuntirishga harakat qilyapti. Ya'ni shu constni o'chirib tashlashimiz kerak. Nima deyishimiz mumkin? Double yoki var deyishimiz mumkin. Shundagina o'zgartira olamiz. Lekin biz uni constni o'zgaruvchi o'zgarmaydi. Qiymati hech qachon o'zgarmaydi. Uni ko'rganingizdek shuni o'zgartira olmadik biz. Finaldagi buni ikkalasining farqi, finalda men agar shu holatda yozsam va shuni qachonki chaqirmasam, shu holatda yoziladi albatta. Faqatgina ramda joy egallamaydi. Finalda yozganingizda, qachonki uni chaqirsanglar, shu shahar deb chaqirganimizda ramda joy yoziladi. Constda shu chaqiriladimi, chaqirilmaydimi? Ya'ni albatta o'zgartira olmaymiz shundoq ham. Print qilib chaqiriladimi, chaqirmaydimi? Shu komanda ishladimi? Ramda pi uchun alohida bitta manzil ochiladi va manzilda 3.14 qiymati va keyword sifatida pi belgilanadi. Xo'p, misol uchun bularni qayerda ishlatamiz deb savol berishinglar mumkin. Qisqa qilib tushuntirib ketaman. Klasslar mavzusi keladi yaqinda. Misol uchun klasslar darsida hayvonlar desak, hayvonlar deyishimiz mumkin. Bitta sinf bo'lishi mumkin va uni ichida biza final sifatida uni sut emizuvchiligini bildirib ketishimiz mumkin. Sut emizuvchi deb ketishimiz mumkin final sifatida va bunga true qiymat qoldirib ketishimiz mumkin. Ya'ni shu yerda boolean qiymatni yozib ketishimiz mumkin. Bool deb ketishimiz mumkin va buni xohlasak const yozishimiz mumkin. Faqat constda ishlamaydi. Klasslarning ichida const ishlamaydi. Shundoq ham tagiga chizdi, e'tibor qilinglar. Misol uchun const dedim, raqam dedim. Ya'ni id berilgan bo'lishi mumkin hayvonlarga. Misol uchun 44 raqamini id'sini berdim va constda tagiga chizib turibdi. Ustiga bordim. Qaranglar. Only static fields can be declared as const deyapti. Const sifatida faqatgina static fieldlar qoldirilishi mumkin deyapti. Try declaring the field as final or adding the keyword static deyapti. Buni final sifatida ishlat yoki bo'lmasa static keywordini qo'shib ket deyapti. Ya'ni biza shu constda yozmasi oldi static deb yozsak, buni muammosini hal qilgan bo'lamiz. Faqat klasslar mavzusi hali kelmagani uchun bunga boshinglarni qotirib o'tirmanglar. Shu darslarni tushungan bo'lsanglar, shu yerda tugatib, narigi darsga o'tishinglar mumkin va darslar orasida iloji boricha ko'proq vaqt tashlashga harakat qilinglar. Chunki ya'ni bir bo'lim bilan ikkinchi bo'lim o'rtasida shundoq ham sizlarga bitta yuklanishi mumkin.
tugatmasdan turib boshqasiga o'tmanglar, o'zinglar kodinglarni boshqatdan yozmasdan turib boshqasiga o'tmanglar. Sababi kodni ko'rasizlar, tushundim deb o'ylaysizlar, lekin kod yozayotganinglarda qo'lingizdan hech narsa kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun men yozgan kodlarni alohida qilib sizlar boshqatdan yozib chiqishinglar kerak. Kelasi bo'limda ko'rishguncha xayr.